kim uzish niyatiga qarz olgan bo'lsa, albatta Alloh unga yordam beradi, dedilar Nabiy alayhissalom. Bir kuni Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu Rasulullohga qarzlari borligidan shikoyat qildilar. Shunda: "Ey Muoz, senga shunday bir oyatni o'rgatayki, uni o'qisang, Uhud tog'i qadar qarzing bo'lsa ham Alloh uni uzishingda yordam beradi", deya Oli Imron surasining 26-27 Qullahumma oyatini o'rgatganlar. Ushbu oyatni har farz namozingizdan so'ng imkon qadar istalgan sanoqda o'qib, boshingizni sajdaga qo'yib, "Ya Alloh, ya Alloh, ya Alloh, antallazi la ilaha illalloh aghzi hojati", deya yaratgandan istagan hojatingizni so'rang. Nafaqat qarzingizdan xalos bo'lish, balki-da boshqa istaklaringizni ham ro'yobini biiznillah tez orada ko'rishni boshlaysiz. Va yana qarzdor kishi har bomdod namozidan so'ng Arof surasining 89-oyatini Haq taolodan qarzingizni uzib berishini niyat qilib 300 marta o'qiysiz. Har 100 tada quyidagicha duo qilasiz: "Ey eshiklarni ochuvchi Allohim, bizga xayr eshiklarini och", deya 300 taga yetkazib o'qishda davom etib borsangiz, barcha qarzlaringizdan alhamdulillah deya xalos bo'lib borasiz inshaallohu taala. Oyat va duolarni esa pastda izohlarda yozib qoldirdik.